Assalomu alaykum aziz muxlis. BMT Rossiyani insoniyatga qarshi jinoyatlarda aybladi. BMT Rossiyani Ukrainaga to'liq bosqini davomida ukrainaliklarni tizimli ravishda o'g'irlash va qiynoqqa solish orqali insoniyatga qarshi jinoyatlarni sodir etganlikda aybladi. Hisobotga ko'ra, Rossiya qo'shinlari tomonidan bosib olingan hududlarda ko'plab tinch aholi vakillari hibsga olinib, keyinchalik Rossiyaga deportatsiya qilingan. Ayrimlari qiynoqlarga va jinsiy zo'ravonlikka uchragan. Jinoyatlar keng miqyosli va tizimli hujumlar doirasida sodir etilgan bo'lib, ular markazlashgan davlat siyosatiga muvofiq amalga oshirilgan. Komissiyaning aniqlik kiritilishicha, eng shafqatsiz qiynoqlar odatda Federal xavfsizlik xizmati va Rossiya tergov qo'mitasi xodimlari tomonidan so'roq jarayonlarida qo'llangan. Shuningdek, ayol mahbuslarga nisbatan qo'shimcha jinsiy zo'ravonlik holatlari ham qayd etilgan. Komissiya raisi Erik Myosi Rossiya hukumati bedarak yo'qolganlar taqdiri bo'yicha hech qanday ma'lumot bermaganini aytib, oqibatda ukrainaliklarning oilalari azobli mahfumlik holatiga qolayotganini ta'kidlab o'tgan. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, urush boshlangandan beri 50 mingga yaqin inson bedarak yo'qolgan.